Ismingiz, yoshingiz, qayerda o'qiysiz? Ismim Umida, 14-maktabda o'qiyman, yoshim 15 ta. Qayerdan kelasiz? Oltitordan. O'qishingizga pulini kim to'layapti? Dadam. Oqlayapman deb o'ylaysizmi? 100% emas, где-то 80ga 20 bo'lsa kerak. Yaxshi. Qachon otangizni xursand qildingiz oqlayman? Ovqat pishirib berdim. Xo'p, oliy maqsadingiz nima? Oldin ma'lumotli bo'lish. Sizni kechagi va bugungi kuningiz maqsadingizga yaqinlashtiryaptimi? Bir kunda qancha vaqt kitob o'qiysiz? Soat 7 dan 9 gacha. Kitoblar ingliz tili. Har kunimi? Har kun dars qilaman-ku. Yutuqlaringiz, shu vaqtgacha erishgan yutuqlaringiz. Voleyboldan yutganman, keyin boshqa musobaqalar lagerdan. 5 yildan keyin o'zingizni qay holatda tasavvur qilasiz? Oliy ma'lumotli bo'lgan, o'zini shu maqsadlariga erishayotgan deb tasavvur qilaman. Otangiz ishonchini oqlayapman deb o'ylaysiz demak. Почти.